Assalomu alaykum do'stlar. Mana Namangan viloyat Norin tumaniga yetib kelganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu xonadonimizni to'liqligicha yig'amanalik terib, quyib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bir narsaga e'tiborlar qaratishni so'rayman. Yig'amanalik orqali balkon chiqarsa bo'ladi. 120 gacha bo'lgan balkonlarni bemalol yig'amanalik yordamida shu holatga keltirsa bo'ladi. Balkonda hech qanaqa ustunlar yo'q, ko'rishingiz mumkin. Iloji boricha yig'amanalik to'g'risida ko'proq ma'lumotlarni sizlarga ulashishga harakat qilamiz. Kanalni kuzatib borsanglar, foydali videolar chiqaramiz. Uyimiz to'liqligicha 14,5 metrda yig'amanalik bilan quyilgan. Bu tag qismining ko'rinishi. Mana ko'rishingiz mumkin ustki qismi. Balkonlarimiz nihoyatda go'zal chiqqan, ko'rishingiz mumkin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, ishlarni chiroyli qilib bitkazib beramiz.